Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, hozir O'zbekiston din da'vatchilarini qamayapti. Turkiyadan O'zbekistonga deport qildirib. Endi ba'zi odamlar nimaga palonchilarni deport qilmayapti, joylarini biladi-ku deyapti. Xoin deb shubha qilyapti. Ozgina tushuncha bersangiz debdilar. Endi odamlarning tanasidan hech kim salomat qolmaydi. Agar qamashsa, ana ularni mana ishlatib endi qamavordi deyishadi. Qamamasa, siz aytganingizdek nimaga qamamayapti? Bular xoin-da deydi. Odamning ichida bir kishiga nisbatan qalbida o'sha g'araz bo'lsa, har qanaqangi holatda ham keyin ayblaydi. O'tirsangiz o'tirganingizni, tursangiz turganingizni yomonlaydi. Shuning uchun aslida bu odamlarga hisobot berib hech qachon odam baraka topmaydi. Odamlarga hisobot bersak, biz o'zimiz ishimizdan mashg'ul bo'lamiz. Bu shaytonlar, jin shaytonlari. Shuning uchun bu ins shaytonlarini odamlarning oldiga chiqaradi. Mana shunaqa ig'volar bilan odamlarni chalg'itish uchun. Maqsadim parvo qilmang demoqchi bunaqa gap so'zlarga. Kim nimaga ergashganini Alloh bilib turibdi. Endi xo'p, bu shubha o'zi qayerdan chiqadi desak, birinchidan qarang mana, bu shubhani hozir shularning o'zlariga ham qaytarilishi mumkinmi? Ya'ni bir odam dinga harakat qilayotgan bo'lsa, qarang. Dunyoning narigi chekkasidan bo'lsa ham uni tutib kelib qamayapti ekan. Nimaga unda mana o'zinglardagi mullalarni qamamaydi? O'zinglardagi o'sha yurgan odamlarni, sizlar ustoz deb bilgan odamlaringni qamamaydi-ku. Bu xoinda, o'shalar xoinda demak. O'shalar unga xizmat qilyapti-da desak bo'ladimi? Shunda ham biz u qamalmay yurgan hammani xoin demaymiz. Lekin o'sha asosiylar bo'yicha demoqchiman. U yurgan odam batariqali xoin bo'lishi kerak-da, chetdan ushlab kelyapti chunki mana. Ikkinchidan, mana payg'ambarlarga qarasangiz ham qavmini ichida Alloh ularga bir nusrat bergan. Mana Lut alayhisalomning so'zidan keyin "Law anna li bikum quwwa" qaniydi shularga kuchim bo'lsa edi deganlardan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh qanday payg'ambar jo'natgan bo'lsa, albatta fi man'atin min qawmihi, qavmining ichida himoyada jo'natgan deganlar. Ya'ni qavmining ichida shunaqangi bir qavm qarindoshi, tanishi va hokazolar bo'lgan, ular o'sha payg'ambarni himoya qilgan. Masalan, Shoyb alayhisalom "Walaw la ruhtuka la rajamnak", urg'aymog'ing bo'lmasa toshbo'ron qilib o'ldirardik deyishgan. Demak, o'sha bir urg'aymog'i boshqadan hayiqib o'tirgan. Yoki mana qarang, Makka da Ammor azoblandilar, Xobbab azoblandilar, Bilol azoblandilar, hammamiz bilamiz. Ammorning ota-onalari shahid qilindilar. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuraverganlar. Sahobalar yura olmay qoldi. Shu darajadaki kimgadir mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam Habashistonga ketdilar. Kimgadir Madinaga ketdilar keyin. Abu Zar mana kelib iymon keltirganda iymoningni yashir deganlar. Kuch chiqib iymonini e'lon qilganda odamlar tepkilab o'ldirib qo'yadigan Abu Zarni. Oxiri keyin Abbos radhiyallohu anhu, Rasulullohning amakilari kelib, axir bu G'ifor qabilasidan hozir o'ldirib qo'ysanglar, tijoratinglar o'sha yerdan o'tadi, muammo bo'ladi o'zingizlarga keyin deb u kishini qutqarib qo'ygan. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam oshkor da'vat qilib yuraverganlar. Mushriklarning hamma narsasini botil deb. Qanday yurganlar? Qavmlarining ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hurmatlari bor edi, obro'lari bor edi. Abu Tolibni, keyinchalik Hamza radhiyallohu anhu va boshqani hurmatidan ular kofirlar, ya'ni haybatidan yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir narsa qilisha olmasdi. O'sha hurmatingni ham deydigan darajaga borgandan keyin Alloh to'g'ri rasuliga buyurgan. Endi bu yerdan hijrat qilib keting degan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib ketdi, o'sha pichoq suyakka borib taqalgandan keyin. Shuning uchun aytmoqchimanki, bir odam bir joyda yura olmasa, bir odam bo'lsa yurayotgan bo'lsa, bo'ldi endi xoin deganim ekan bu? Yo'q, demak kimdir o'sha yerda qanaqadir bir himoyasi bo'ladi o'zini. Nima bu Allohning qudratiga ishonmaydimi bu odamlar? Kimdadir o'sha narsa bo'lmaydi. Kim bu yerda shuni bilingki, odamni bir joyda borib yashayotgan yilini siz inobatga oling. Necha yildan beri yashayapti u yerda u? Hamma davlatda qonunlar bor. Ya'ni u sizning O'zbekistoningizda qonun ishlamasa, boshqa ko'p joylarda qonun ishlaydi. O'sha demokratiyasi bo'lsa ham o'zining qonuniga baribir amal qiladi o'sha boshqa davlatlarda oz-moz. Shuning uchun shunaqangi qonunlarga binoan bir odam necha yildir yashasa, o'sha yerda himoya oladi. O'sha adat qonuni bo'yicha, o'zining qonuni bo'yicha ularda ilzom qilinadi. Bir odam bo'lsa, yangi borgan bo'lsa, hali yerda unaqangi avvalgidek u yashab yurgan odamlardek himoya ola olmagan bo'ladi. Ana shuning uchun keyin shunaqa bir holatlarga tushadi. Agar bir odam xoinlik qilayotgan bo'lgan taqdirda ham uni go'rida boshqa odam javob bermaydi. O'sha xoinlik qilayotgan odam javob beradi. Lekin odam bir odamni musulmon deyaptimi, dalilsiz hech kimni xoinlikda ayblashga haqqi yo'q. Agar xoin deyilsa,
Ana unda yuqorida aytilgandek o'sha dinga kurashayotgan zolimlarni ichida o'tirgan odamlar, tinchgina o'tirgan odamlar xoin bo'ladi. Ammo tashqaridan ushlab kelinayotgan odamlar bo'lsa, agar o'sha yurtdagi zolimlar o'shalarni talab qilmasa, tashqarida ham hech kim o'z-o'zidan sen bizni ishimizda yurma demaydi. O'shalar qidiruvga beradi, o'shalar talab qiladi, keyin olib keladi ular ham, tashqaridagilar ham jo'natadi. Shuning uchun maqsad dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Rostgo'y bo'lsanglar, ana shu dalilinglarni keltiringlar degan Alloh. Dalil bilan gapirish kerak. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ilming bo'lmagan narsani ketidan quvma degan Alloh. Qani shunga ko'rganing, eshitganing bormi? Aks holda odam javob beradi bunga. Allohu alam.